Qaysi transport vositasi qoidani buzyapti? Bu joyda birinchi holatda oq avtomobil, bu joydagi yashil transport vositasi esa Assalomu alaykum, men Ilhomjon Jo'rayev. Hozir sizlar bilan avtotestda oxirgi qo'shilgan savollarning birini ko'rib chiqamiz. Ushbu savol quyidagicha. Qaysi transport vositasi qoidani buzyapti? Bu joyda yashil va oq transport vositasi ikkalasi ham qoidani buzyapti. Ya'ni birinchi holatda oq avtomobil qarilib olish joyida 111 chiziq tomonidan chapga harakatlanmoqda, qoidani buzyapti. Bu joyda qarilib olishga ruxsat beradi. Chapga harakatlanganligi uchun, ya'ni qoidani buzadi. Bu joydagi yashil transport vositasi esa 111 chiziqning tekistirg'i chiziq tomonidan, ya'ni qarama-qarshi tomonga harakatlanib o'tmoqda va yashil transport qoidani ham buzmoqda. Bu savolning javobi esa ikkala transport vositasi ham qoidani buzyapti. Ko'pchilik o'ylaydi, oq avtomobil qoidani buzmayapti, qarilib olishga ruxsat beradi deyapti. Bu joyda strelka chapga ketayotganligini ko'rsatyapti. Demak, ikkala transport vositalari ham qoidani buzmoqda. To'g'ri javob har ikkisi buzmadi, yo'q, har ikkisi buzdi. Xo'p, shunga o'xshagan yangi savollar bor. To'xtab turish, bu joyda o'tish navbati. Ushbu yangi savollarni birinchilardan bo'lib bilishni xohlasangiz, bizni sahifamizga obuna bo'lib qo'ying. Bu savollarni keyingi videolarimizda avzo qilib beramiz.